muallim haqida so'zim ushbudir. Muallim kamolot kabi ko'zgudir. O'qidim Gerodot tarixin ko'p bor, Farobiy Danteni takror va takror. Barin o'qidim, lol qoldi aqlim, bariga ustozsan, o'zing muallim, Alisher qalbiga solgan sehr fayz, sensan, ey muallim, ustoz Abul Fayz. Qutlug' xonadonda qutlug' kalom bu, Hamid Olimjon bu, G'afur G'ulom bu, Buyuk Temur sendan topgandir ta'lim, sen shundoq aziz zot, aziz muallim. Rost aytsam o'zingsan eng avval daho, sen hayot ganjida duru bebaho, ulug' ayyomingda she'riy kalom bu, shogirdlar nomidan qutlug' salom bu. Aziz ustoz, sizning fidokorona mehnatingiz, sabr toqatingiz va mehringiz biz yoshlar uchun beqiyos boylikdir. Har bir darsingiz, har bir nasihatingiz qalbimizda chuqur iz qoldiradi. Siz bizni ilmga, odobga, hayotga muhabbat bilan yo'naltirayotgan insonsiz. Ustoz bo'lish bu oddiy kasb emas. Bu buyuk burch, sharafli yo'l. Siz bu yo'ldan munosib o'tayapsiz. Sizning har bir so'zingiz biz uchun yo'l yo'liqdir. Har bir amalingiz ibratdir.